GRVM 19 oylik kalis o'g'lim bilan pasportxonaga. Iltimos, videolarimizni ko'rayotganda g'alati hid chiqarmanglar. Itvachamiz Koreyada turib ham sezib qo'yyapti. Koreyaning rasmxonasiga 30 ming won berib, shunaqa rasmga tushib oldim. Bu yerda sovuqga perexod qilmoqchi edim. Onajon sizniki yemadi, endi men qilib ko'raman deb perexodlarni qilib tashladi. Ko'p gapirmasdan yuring, endi ketamiz deyishini qaranglar. Bu yerda 19 oylik o'g'lim onajon bu dunyodagi eng chiroyli onasiz deb sevgi izhor qilyapti. Bu qiliqni menimcha to'chna dadasi o'rgatgan. Meni o'rnimga ko'rib turgan. Telefoningiz ikkita bo'lsa juda ham qiyin ekan. Bittasini topsangiz, bittasini topolmaysiz. 19 oylik o'g'limni suv ichadigan butilkasini qopqog'ini bekitib menga olib kelib berishini qaranglar. Suvsiz hayot yo'qligini hozirdan biladi. Ko'pchilik meni boshqa davlatdan yoki mitis deb o'ylashadi. Yo'q, men o'zbekman. Chistay o'zbek. 19 oylik o'g'lim hadeb meni videoga ololmasdan boshqa joyni ham oling deyishni o'rganmoqda. Sov bilan birga ko'chaga aylanishga chiqishni boshlashimizgayoq cho'ntagim qaltiraydigan bo'lib qoldi. Koreyada 19 oylik kalis bolam uchun 5 yillik pasportni 30 ming wonga qilib berishdi. Buni nishonlash uchun choyxonaga borib maza qilib lag'monli sho'rva zakaz qildik. Sovuqga o'zi yoqtiradigan multfilmini qo'yib berib, o'zim tog'oraday keladigan tovoqda chiqqan lag'mon sho'rvamni nari tezligida birpasda ichib oldim. Bu tezlikni menimcha yosh bolasi bor onalar juda ham yaxshi tushunsa kerak. Sog'ini sochini kestirib 150 ming wonlik ikkita kiyim ham olib keldik. Iltimos, bu videoni karis qaynonamga jo'natib qo'ymanglar.